Hammaga assalomu alaykum. Barchangizga kuningiz xayrli va barakatli bo'lsin. Avvalambor kirib kelayotgan hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Allohim uyingizga nur, qalbingizga huzur, umringizga baraka, ishlaringizga omad, cho'ntagingizga daromad, yaqinlaringizga quvonch, bir-biringizga ishonch ato etsin. Hayotingiz davomida sizga haj ziyorati, Qur'on tilovati, aql shijoati, duo ijobati, iymon halovati, til salovati, oxirat farog'ati, sabr qanoati, baxt saodati hamda tan salomatligi doimo hamrohingiz bo'lsin. Barchangizga hayit muborak bo'lsin. Yana bir marta assalomu alaykum hammangizga. Bugungi kirib kelayotgan Arafa, ertangi hayit bayramlari bilan hammangizni tabriklab qolaman yana bir bora. Bugun ishga juda ham kech qolib qolibmiz. Kezdagi ishonchalaring eshik oldida shavarmani kutib, klientlar kutib turgan ekan. Ishga kirib ishimizni ochmasdan ishimizni boshlab yubordik, to'g'risini aytsam. Va shunchaki videoimni shunchaki tayyorlamay kimgadir foydam tegsin deb shu pirajkini xamirini qanday qilganimni ko'rsatib o'tyapman. Bu yerda pirajki, go'shtli pirajki bilan kartoshkali pirajki uchun xamir qilyapman. Yumshoqqina xamir qilyapman. Ko'rib turganingizdek, oddiy suvga 2 qoshiq guruch soldim, 2 qoshiq tuz soldim. Boshqa hech nima solmadim va yumshoqqina xamir qilib oldim mana. Ko'rib turganingizdek, bu ko'pincha chibureklarimni xamirini ham qilib olaman. Odatda chiburek bilan mantini xamirini birdaniga qilib olaman. Ikkalasiga bir xil xamir qilib olaman. Bu yerda hozir to'ka chiburek uchun qilyapman. Chiburekni xamiriga tuz solaman va ozroq o'simlik yog'i solaman. Va uni elakdan o'tkazib, qattiqqina xamir qilib olaman. Ya'ni aytadi-yu, qattiq pishirtirib olaman xamirini, juda ham qattiq qilaman. Ishonsalaringiz kechqurun qadr tun kechasi qadr tun kutamiz deb uxlab qolibmiz, to'g'risi. Rosa tayyorlangandim. Juda ham yaxshi niyat bilan ishdan ketgandim. Ishdan ketib turib rosa ham yaxshi niyat qilib, magazinga kirib narsalar olib, bolalarimni ham bugun uxlatmayman deb endi kecha rosa ham ko'p ish qilgandim o'zi. Turmush o'rtog'im dokumentlarimni yugurib, o'zini ishiga borib, keyin menga yordam qilib, uy ham charchab qolgan ekanlik. Ishonsangiz, uyga borib o'tirdik, salovatlar qilib o'tirdik, namoz o'qidik va kechasini uxlamaymiz degandik. Bilmayman, hammamiz har yerda uxlab qolibmiz. Ishonsalaringiz, ertaman saharlikka ham tura olmasdan kumushni ko'zimni ochsam soat 6 bo'libdi-da. Keyin yugurdik, turmush o'rtog'imni uyg'otib, u yoqqa yugurib, bu yoqqa yugurib, nima qilib betiga yuz qo'limizni yuvib, hech nima yemadikda, niyat qilib qo'ya qoldik. Shunaqa qilsa ham bo'ladi ekan-u. Oldinlari ro'za paytida uxlab qolsak, o'sha kuni og'zimiz ochiq qolib ketardi-da, endi qanday desam. Keyin kun bo'yi narsalar yurardik, bo'lmaydi deb o'ylardik. Keyin hozir shunaqa qilsa ham bo'ladi ekan, niyat qilib qo'ysa, yuvinib taranib, bet-qo'lni yuvib, niyat qilib qo'ysa bo'ldi ekan. Shunaqa qilib qo'ydik. Ertaman juda qattiq shashdik. Keyin ozroq uxlasak bu nima qilibdi deb charchaganmiz shunchalik. Yana ishga ham kech qolib qolganmiz-da. Ishga ertaroq kelib non yopishimiz kerak edi. Lekin o'zi kechagidan qolgan nonimiz bor edi. Shuning uchun turmush o'rtog'im hali bozorga borishim kerak deb non ham yopmay ketdi. Bozorlikka u ketdi, bu yerda men ishga ishlarimni shoshib har doimgidek boshlab oldim. Shunaqa qilib ro'za oyida kim yana uxlab qolgan bizga o'xshab, biz ham ro'zani oxirgi kunlarida uxlab qolibmiz. Hozir shunaqa qilib men mana ishlarimni davom ettiryapman. Chibureklarimni shunaqa qilib qolaman har doim. Go'shtini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Go'shtini deyman, mana
qarshitaveraman doim. Nima edi, qiymasiga shu piyoz, tuz, qora murch soldim. Yog' sovardim ozroq. Ushbu nachinkadan, ya'ni ushbu qiymamizdan go'shtlik pirojkamizga ham solaman. Ya'ni pirojka bilan, go'shtlik pirojka bilan chiburekning nachinkasi bir xil bo'ladi. Bu orada yana nima edi? Shaurmaga zakaz bo'lib, shaurmani ham yana qilib berdim. Shunaqa bugun qanaqadir shoshib ish qilyapman. Har doimgidek shoshib. Mana belashlarimni, pirojkalarimni xamiri tayyor bo'ldi. Chibureklarim ham pishib chiqdi bu yerda. Bu yerda 10 ta donadan chiqdi. Boyagi xamirimdan 10 ta belash, 10 ta kartoshkali pirojka qilib olaman. Shunaqa qilib tugib chiqaman. Xamirim juda ham yumshoq. Ko'rib turganingizdek juda ham yumshoq. Qo'limni yog'lab olganman va stolni ham yog'lab olganman. Yog' bilan ishlaymiz bu xamirda, chunki juda ham yopishqoq, yumshoq xamir. Mana ozroq nima qilardim, qo'lim bilan ko'rib turganingizdek ezib yoqqa tashlayveraman. Ichi ham, xamiri ham juda ham yaxshi pishadi. Videoni oxirida ko'rsatib o'taman. Mana pirojkalarimiz tayyor bo'ldi. Go'shtlik, kartoshkali pirojkalarimiz. Men go'shtlik pirojkini kesib ko'rsataman. Ichlari qanaqa pishganligi to'g'risida deyman. Gaplarimdan adashib ketaman. Mana xamiri ham, go'shtlari ham yaxshi pishgan. Ko'rib turganingizdek. Men har doim shu retseptda tayyorlayman. Keyinisi ishdan chiqib, bolalarimiz uchun shirinliklar, frukt, ya'ni mevalar olish uchun magazinga kirdik. Bu magazinga doim kirib turamiz. Ishdan ketib turib doim kiramiz bolalarimizga mayda juda olish uchun. O'zimizdan kelgan nima edi? O'zimiz Qirg'izistonda Haydarkeldan kelganmi? Ayol tojik, eri qirg'izistonlik, shunaqa ish qilsa, o'sha tomondan kelgan O'zbekistonning produktlari, Qirg'izistonning produktlari bu yerda hamma yo'q. Nima izlasangiz topasiz bu yerda. Nimaga kiruvdik? Ko'p narsa olaman deb kirib turib, nimaga kirganingizni siz ham esingizdan chiqarib qo'yasizmi? Men har doim ko'rib nimaga kirganim esimdan chiqib qoladi magazinga kirgandan keyin ko'pincha. Mana shu yog'ni idishi juda ham yoqdi menga. Bitta olaman xudo xolasa. Keyin hozir bitta frukt ko'rsataman. Juda ham kichkina yong'oqdan ham kichkina mandarin. Men birinchi marta ko'rishim, balkim sizlar ko'rgandirsizlar. Men birinchi marta ko'ribman. Yong'oqdan ham kichkina bu mandarin. Kitayskiy mandarin dedi shekilli. O'sha kitayskiy o'rikmikan bu ham shunaqa.
hali g'o'ra pishmagan. Shunaqa yangi produksiyalar kelib qolibdi. Yangi fruktlar. Mayda-chuydalar oldik bolalarimizga. Keyin kurtop aytgandi qizim. Kurtop ham oldim. Dumaloqlari yaxshi ekan, mana ularga un qo'shganmi bilmayman. Umuman yoqmadi. Shu yerda videomni yakunlayman. Hammangiz keyingi videolarimgacha sog' bo'ling. Salom.